Polvonim. Ha, aka. Nima bo'ldi kechiga kilet oldingmi? Yo'q, bir ham to'nik bo'lganga og'irlik qiladi, aka. Ha, to'ppa to'g'ri qilasan. U gazelga ortish kerak. 1,5 tonna ortib 1 so'm topaman deb 10 so'm yo'qotasanmi? Hozir. Uka chaqirtirdi. Hamdam aka, siz yuk bor aka. Bo'ldi. Volgach ko'tara oladimi? Qancha yuk? Sal og'irroqda 1 tonna 8. Ha, bo'ldi. Nechta beryapti? Uzoq emas, ham bo'z suvga 200 ming so'm. Yo, menimcha 1 tonna 8. Gazel gaplashgani yaxshi uka. Oyna aka, odam chanqadi. Bo'la Mana 20 turbali kimdan aka? Bizdan aka. Nech pul sotyapsizlar buni? 17 ming. Bo'lishini nech pul qilib berasizlar endi? Necha metr olasiz? 200 metr. 200 metr 17 ming yomon aytmadimi aka? Hisob kitob qilaylik-ku yo. Mashinangiz bormi? Olib bormaymi? Bor, hozir 5 minutda kiradi. Birinchi armatura ortlari. Hamdamaga nima so'rayotgan ekan u bola? Yo, tanishini qidirib yurgan ekan. 20 talik turba nech pulida? 12 ming aka. Ya, jinnimsan, o'zimni yaqin tanishim so'rayapti, nech pul qilib berasan? Siz tanishingizga 11 mingdan bera qolsin. Ya, men amindan 10 dan olaman, bo'pti. Bo'pti, bera qoling. 200 metr hozir mashina keladi, olib berasan. Bo'ldi. Jahon meni ortib berasan lozim bo'lgiga. Ha, seni beraman. Yukingiz og'ir, yo'l uzoq. Sizga kelgan berishim kerak. 150 ming qilib bering, ja bo'lmasa 130 ming kamda. Assalomu alaykum Hamdam tog'a. Yo, 130 ming yurmayman. Va alaykum assalom. Ja, qalaysan? Rahmat. Nima qilibsan? Tog'a menga Noveskiy temir kerak edi. Temirmi? O'zim yaqin ukalarim bor qilib beradi. Arzon qilib beradi. Ha, adang yaxshimi? O'zim opam o'g'li. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib kelishtirib bergan, xo'pmi? Meni kesdan chiqmasin. Aka, zo'r narxda qilib beraman. Hurmatingiz bor Hamdamaga. Bo'ldi, qara, jan o'zim olib borib beraman. Bergan emassan. 300 ming bersang bo'ldi, yetadi. 300 ming kam emasmi tog'a? Muhimi oqibatimiz yo'qolmasin. Mana shunaqa payt foydam tegmasa, qachon foydam tegadi? Hozir mashinani olib kelaman. Rahmat tog'a. Meni kesdan chiqmasin. Keling aka, nimalar qarab? Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Ha, mandan. Nech pul bo'lyapti? 48 ming qilib beramiz. 48 ming ko'proq olsam kelishtirib bermaysizmi? Qancha olasiz? 400 metr. Kechini ichida qilib bersanchi? Soqqasini olib kelaman hozir mashinani. Bori cho'pirchilik qilmayman shekilli. Chapani bo'ladi. Mashina? Ha, mashinangdan 400 metr sotib qo'ydim. Nech pul edi? Bu 90 ming aka. Hazillashma, Voy Hamdamaga mas bilan birga hazillashib yuruvmidim? 40 mingmi bu? Mesli 40 ming, bu rossiyskiy qalam bu. 90 mingmi? Ha. Alo. Aka, men o'zim o'lgani shopiraman. Boy sizga temirlar arzon berib qo'yibman. Hamma rasxotini ko'taraman. Shusiz pulingizni qaytarib oling, temirni qaytarib bering. Bo'p qo'ydimi? Chappasi chiqdi.